Aslida kim qatl etilgan, Iso Masihmi yoki boshqa kimdir? Ba'zan shunday da'vo eshitiladi, go'yoki Iso Masih o'rniga Yahudo Ishqariyot qatl etilgan. Lekin o'sha kechadagi voqealarni, guvohlarning so'zlari va tarixiy manbalarni diqqat bilan ko'rsak, haqiqat aniq bo'ladi. Keling, bu voqealarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Oxirgi kechki ovqat. Hibsga olinishi oldidan Iso Masih shogirdlari bilan birga ovqatlanadi. Shu kechada u 3 ta voqeani oldindan aytadi. Birinchisi, u bilan birga ovqatlanayotganlardan biri uni sotadi. Ikkinchisi, u o'ldiriladi, lekin 3-kun tiriladi. Uchinchisi, shogirdlari tarqalib ketadi. Butros esa uni 3 marta inkor etadi. Bir necha soatlar ichida bu bashoratlar amalga osha boshlaydi. Xiyonat. Tunda Iso Masih Getsemaniya bog'ida ibodat qilayotgan edi. U yerda Yahudo keldi. U bilan birga qurollangan soqchilar bor edi. Yahudo Iso Masihga yaqinlashib uni o'padi. Bu belgi. Soqchilar Iso Masihni ushlashdi. Yahudoni emas, aynan Iso Masihni. Yahudo qayerda edi? Yahudo Iso Masih hukm qilinganini ko'rgach, qilgan ishini tushundi. U bosh ruhoniylar oldiga borib, 30 kumush tangani qaytarib bermoqchi bo'ldi. Ular pulni olishdan bosh tortishdi. Shunda Yahudo tangalarni ma'batda tashlab, borib o'zini osdi. Keyin uning tanasini tushib ketib, ichaklari yorilib ketdi. Bu haqda muqaddas yozuv va havoriylar guvohlik beradi. Demak, Yahudo qochga mixlanish vaqtidan allaqachon oldinroq o'lgan edi. Sud. Iso Masihni avval bosh ruhoniy oldiga olib borishadi. Keyin Rim hokimi Pontiy Pilat huzuriga olib kelishadi. Uni ayblaydilar, uni uradilar, lekin u deyarli o'zini himoya qilmaydi. Bu ajablanarli, chunki yuzlab yillar oldin payg'ambar Ishoyo shunday degan. U so'yilishga olib borilayotgan qo'y kabi edi va Iso Masihni xochga mixlashadi. Iso Masih xochda jon beradi. Bu Isoni tanigan ko'plab odamlar oldida amalga oshadi. Haqiqatdan ham bu inson Xudoning o'g'li edi. Dafn etish. Shundan so'ng shogirdlar Pilatdan Iso Masihni tanasini so'rashadi. Pilat avval yuzboshidan Iso Masih haqiqatdan o'lganini tekshirib oladi. Keyin tanani xochdan tushirib, qabrga qo'yishadi. Buni Isoni shaxsan tanigan odamlar bajaradi. Ular darhol almashtirishni sezgan bo'lishardi. Lekin bunday narsa bo'lmadi. Qabr yonidagi qo'riqchilar qabr katta tosh bilan yopiladi. Bu tosh shunchalik og'ir ediki, uni bir odam siljita olmasdi. Qabr oldiga Rim qo'riqchilari qo'yiladi. Hech kim tanani o'g'irlab ketmasligi uchun. Tirilish tongi 3-kuni aql bovar qilmas voqea yuz beradi. Osmondan farishta tushadi. Kuchli zilzila bo'ladi. Farishta qabr yoniga kelib, toshni ag'darib tashlaydi. Rim qo'riqchilari buni ko'rishadi. Ular shunchalik qo'rqib ketadiki, go'yo o'likdek bo'lib qolishadi. Bo'sh qabr. Ayollar ertalab kelishganda qabr allaqachon ochiq edi. Tosh ag'darilgan edi. Farishta ularga dedi: "U bu yerda yo'q, u tirildi." Iso Masihni ko'rishadi. Maryam Magdalina Iso Masihni ko'rdi. Iso unga shogirdlariga xabar berishini aytdi. Butros va Yohanna qabrga yugurib kelib, uning bo'sh ekanini ko'rishdi. Ikki shogird yo'lda Isoni uchratdi. U yopiq eshiklar ortida shogirdlariga zohir bo'ldi. U ular bilan birga baliq yedi. Dengiz bo'yida ularga zohir bo'lib, Butrosga dedi: "Mening qo'ylarimni boq." Bir safar uni bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq odam ko'rdi. Osmonga ko'tarilish. 40 kundan so'ng Iso Masih shogirdlarini yig'di, ularga butun dunyo bo'ylab xushxabarni va'z qilishni buyurdi. Shundan keyin u ularning ko'z o'ngida osmonga ko'tarildi. Farishtalar aytdi: "Bu Iso Masih yana qaytadi." Tarixiy guvohlar Iso Masihning xochga mixlanganini haqida faqat masihiylar yozmagan. Rim tarixchisi Tatist yozadi. Masih Pontiy Pilat davrida qatl etilgan. Yahudiy tarixchisi Iosif Flaviy ham Iso Masihning o'limini eslatadi. Rim amaldori Kichik Pliniy imperator Trayanga yozgan maktubida masihiylar Iso Masihga Xudo sifatida sajda qilishlarini yozadi. Hatto shubha qiluvchi tarixchilar ham tan oladi. Iso Masihning xochga mixlanishi haqiqatdagi tarixdagi eng haqiqatini tasdiqlangan voqealardan biridir. Shuning uchun asosiy savol o'sha qoladi. Siz bu haqiqatga ishonasizmi, yo'qmi?
ko'rona ishonmang, o'zingizni o'qing, tadqiq qiling, Xudodan so'rang, haqiqatni ochib berishini so'rang. Chunki Iso Masih aytgan: "Men yo'lman, haqiqatman va hayotman." Agar bu rost bo'lsa, bu faqat hayotingizga emas, balki abadiyatingizga ham ta'sir qiladi. Kanalga obuna bo'ling, layk bosing, ulashing va izoh qoldiring. Bu mavzuni birgalikda muhokama qilamiz.